aziz kuzatuvchilar, kirib kelayotgan hayit ayyongingiz muborak bo'lsin. Mana biz bugun premium klassdagi apparatimizni obzor qilib beramiz. O'sha apparatimizning ichida invektorlik avtomatika kiradi. Motorimiz, dvigatelimiz italyanskiy 5,5 kilovatlik. Pompamiz ham shunday. Pistoletni qo'yib bergan payt motorimiz o'chiradi. 250 bargacha chiqarib beradi. Bu avtomatikamiz ekonomli variant. Masalan, bu yer 7 ta funksiyaga yig'ilgan. Masalan, keling suvga biz qo'yamiz. 5,5 kilovat tok ishlasin, 200 bar sepsin. Qolganlarga esa 2 kilovat tok ishlab 100 bar sepsin. Bu degani sizni suvingizni, tokingizni, ximiyalaringizni ekonom qilib beradi. Umumiy qilib bitta mo'shinga 10 litr расход qiladi. Mana bu bizning pult upravleniyamiz. Funksiyalari aytib o'tganimdek 7 ta. Bunda turbo vada ham mavjud, 250 bargacha chiqadi. O'sha komplektimizning ichida mana germanskiy pistolet beramiz. Bittasi pena, bittasi suv. Dozatronlarimiz, bu dozatronlarimizning ish vazifasi mana pena, aktivniy ximiya, nano shampun ximiyalarini tortib beradi. Qisqa qilib aytganda nasos deyiladi. Bizning mana kovrik держателimiz bundan 4 ta beriladi. Kovrik держательga bitta alohida bitta lak. Kovrik держателimiz nerzavikadan zanglamaydi, churimaydi. Mo'ykamizning mana bu kartasi. Karta bilan mana bu yerdan to'lab olsak bo'ladi. Bu mo'ykaning egasining o'zini berilgan kartasi. Kartani tiqdik, o'zi VIP ga aylandi. Nechta funksiya bo'lsa ham siz uchun tekin, faqat mo'ykaning egasi uchun. Mana masalan vada, aktivniy ximiya. Xuddi shunday yana karta beriladi. Bu отчетный karta. Отчетный karta degani necha pul kassa bo'layotganini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Qancha daromad qilayotganingizni qiziqish xohlasangiz bemalol ko'rib turasiz. Bizning komplektimizda mana 1 litrlik ximiya, bir martalik ishlatib berish uchun ikkita kalchanimiz. Bu ximiyalarimiz adden e'tibor bering. Mana Germaniya mahsuloti. Ochib o'zi sizga ko'rsatib beraman. Bizda hammasi sifatli mahsulot. Apparatlarimizni 1 yil garantiyalari bor, 5 oy servis xizmat mavjud. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mo'ykalaringizga zo'r qilib, dahshat qilib apparat qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hammaga kattakon rahmat.